Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan nima uchun farzandlarni yuqorigi va pastki jag'larida muammolar paydo bo'layotganligi, tishlar qatori tekis emasligi va bu muammolar qanday kelib chiqadi, bu muammolarga qanday yechim berishlik haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda farzand onaning qornida shakllanayotgan vaqtida uni tish kurtaklari bolaga Alloh tomonidan hadya etiladi. Bular birinchi o'rinda sut tishlari, undan keyin doimiy tishlar. Bola tug'ilgandan boshlab uni yuz va jag' mushaklari skeleti ishlashni boshlaydi. Agar bola onani ko'kragidan sutni mashaqqat bilan emib olishga harakat qilib emib olaversa, bolaning yuz mushaklari ishlashining hisobiga suyaklarga stimul paydo bo'ladi va ular o'sish kerakligi haqida targ'ib qilinadi va ular sekin-astalik bilan o'sishni boshlaydi. Hozirgi kunda ko'pgina ayollar o'zini farzandini emizishdan qochishadi va sun'iy ovqatga tezda o'tib ketishadi. Sun'iy ovqatlar tayyor bo'ladi, sun'iy butilkalarning teshiklari katta bo'ladi va sutni so'rib olish butilkadan nihoyatda oson bo'ladi. Albatta bolalar bunday holatda butilkaga tez o'rganadi va natijada qorni tez to'yib qoladi. Ana endi ularning uxlashligi uchun yana bitta ovunchoq so'rg'ichlar kerak bo'ladi. Chunki mashaqqat chekmagan bola charchamaydi va uxlashi qiyin bo'lib qoladi. Shuning natijasida u so'rg'ichlarga odatlanib qoladi. Buning natijasida doimiy tarzda so'rg'ichlar yuz jag' anomaliyalarini kelib chiqishini birinchi omili hisoblanadi. Bunday holatlarda bolalarni imkon qadar sun'iy so'rg'ichlardan ajratishga harakat qilinadi yoki kamroq berishga to'g'ri keladi. Ana endi bolalarning sut tishlari chiqishni boshlaganda ularga chaynov rezinkalarini berib turish tavsiya qilinadi. Bunday holatlarda ham mimika mushaklari yaxshi ishlaydi, og'izning koordinatsiyalari yaxshi shakllanadi, tillarining harakati yaxshi bo'ladi, yuqorigi va pastki jag' suyaklari o'sish uchun stimul oladi. Agar bolaning yuqorigi jag'i va pastki jag'i bir-biriga normada to'g'ri o'sishni boshlasa, tishlari to'g'ri chiqishni boshlasa, o'z-o'zidan tabiiyki tishlari bir-biriga to'g'ri ishqalanadi va o'z vaqtida sekin-astalik bilan yemirilib borib, doimiy tishlari chiqayotgan vaqtida tushib ketadi. Agar shu etaplarni biror biri buzilib qoladigan bo'lsa, o'z-o'zidan sut tishlarini stomatologga borib oldirishga to'g'ri kelib qoladi. Ana endi bolalar butilkalardan oziqlanib, ularning pastki jag'i va yuqorigi jag'i normada o'smasa, o'z-o'zidan yuqorigi jag'imizni ustida turgan burun kataklarini kengayishi ham sekinlashib qoladi. Bola kislorodga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida doimiy tarzda og'izdan nafas olishni boshlaydi. O'z-o'zidan burunni vazifalari bor. Ulardan birinchisi havoni o'pkamizga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazib berish. Shu o'tkazish jarayonida o'sha havoni ilitish, namlash va havodagi changlardan tozalash vazifasini bajaradi. O'z-o'zidan burundan nafas olmasdan og'izdan nafas olishga moslashgan bolalarda shu bosqichlarning birortasi bajarilmaydi. Tashqi muhitdagi havo o'z-o'zidan organizmga to'g'ridan-to'g'ri kiradi. Buning natijasida tomoqlarimiz atrofida joylashib qolgan bodomsimon bezlari nihoyatda tez yallig'lanadigan bo'ladi. Bolalarni kasal bo'lishi oshib ketadi, chunki bu bezlar immun sistemasiga yordam beruvchi yordam vazifasini ham bajaradi. O'z-o'zidan quruq havo borib doimiy tarzda bodomsimon bezlarimizni ishqalashi natijasida bodomsimon bezlar atrofidagi normaga nisbatan tana harorati oshib boradi va o'sha yerda bu bodomsimon bezlarning kattalanishi boshlanadi. Kattalashgan bodomsimon bezlar o'z vazifasini to'laqonli bajarmaydi. E'tibor berasizlar, to'laqonli bajarmaydi. U bajarishi mumkin 90%, 80%, 70-60% vazifasini bajaradi. To'laqonli vazifasini bajarmagan bodomsimon bez kerakli bo'lgan gormonlarni ishlab chiqazmaydi va buning natijasida immun sistemasi stimul olmaydi, kuchaymaydi va bola tezda kasal bo'lishni boshlaydi. Oddiy suv ichsa ham tomog'i og'rib qoladi, muzqaymoq yesa ham tomog'i og'rib qoladi. Normada bunaqa bo'lishligi kerak emas. Agar uni yuqorigi va pastki jag'i normada o'sayotgan, burun kataklari normada kengayayotgan bo'lsa, normal holatda bodomsimon bezlar kamdan-kam holatda yallig'lanadi. Ana endi immun sistemasi pasaydi,
Bodomsimon bezlar doimiy tomoq og'rig'ini keltirib chiqardi. Bola burnidan emas, og'zidan nafas olishga o'tib qoldimi? Mana shu narsalarning hammasi kompleks tarzda yuqoriga va pastki jag'ni o'sishiga xalaqit beradi va anomaliyalarga kelib chiqishni boshlaydi. O'z-o'zidan normada yedirilib turishi kerak bo'lgan, normada bo'yi pasayib borishi kerak bo'lgan tishlar pasaymaydi. Chunki ular to'g'ri ishlamaganlik hisobiga uchlari yedirilmaydi. Va yuqoriga jag' pastki jag'ni o'sishiga, pastki jag' yuqori jag'ni o'sishiga xalaqit berib qoladigan holatlarga paydo bo'ladi. Va ba'zi bir bolalarda yuqoriga jag' normada bo'lib qoladi, pastki jag' normasi buzilib orqada qolib ketadi. Yoki yuqoriga jag' orqada qolib, pastki jag' oldinga qarab harakatlanadi. Ana endi sut tishlari chiqqan holatda bolalar imkon qadar hozirgi kecha kunduzda yumshoq ovqatlar berishga qaratilyapti. Yarim tayyor mahsulotlar, yumshoq mahsulotlar, mana shu narsalar jag' mushaklarini ishlashiga to'sqinlik qiladi. Ishlamagan jag' mushaklari dangasa holatiga kelib qoladi. Erinchoq bo'lib qoladi va suyaklarga to'g'ri stimul bermaydi. Buning natijasida bolada yuz jag' anomaliyalari sekin-astalik bilan, kunning ko'pi bilan rivojlanishni boshlaydi. Bunga yon atrofdagi ota-onalar, tibbiyotdan xabari bo'lmagan insonlar ahamiyat berishmaydi. Va qachonki ularni doimiy tishlari chiqayotganida, doimiy tishlari qiyshayib, boshqa joydan chiqib qolayotganda, go'yoki ularning ko'ziga bitta joydan ko'p tishlari chiqayotgandek tuyuladi va stomatologga murojaat qiladi. Bu holat ayni damda anchagina kech bo'ladi. To'g'irlash mumkin, lekin mashaqqati yuqori bo'ladi. O'sha sababdan ham bolalar rivojlanib borayotganda ularni yuz jag' anomaliyalari kelib chiqmasligi uchun ularga normal fiziologiyani biz qaytarib berishimiz kerak. Imkon qadar ko'proq chaynashga harakat qildirishimiz kerak. To'g'ri chaynashni yo'lga qo'yishimiz kerak. Chaynayotgan vaqtida bir barakayga og'izni ochmasdan chaynash kerakligini ularga tushuntirish kerak. Yutqunni to'g'ri bo'lishini nazorat qilishligimiz kerak. Ana endi mana shu narsalarni ta'sirida bolada kelib chiqadigan umurtqani o'zgarishi haqida men sizlarga aytib beraman. O'z-o'zidan bolani bo'yi o'sishni boshladi, tanasiga kislorod kerak. Kislorod bola uchun hamma narsa. Kislorod insonlar uchun hamma narsa. Ovqatni hazm qilib beradi. Buning natijasida energiya chiqadi. Miyani normal ishlashiga, kamqonlikni kelib chiqish sababini yana bittasini yo'qotishga bu kislorod muhim omil hisoblanadi. Kislorod yetmadi, bola tomog'idan nafas olishni boshladi va bolaning yuz skeleti o'zgarib, bolada fan tili bilan aytganda adenoidli yuz paydo bo'ladi. Yaxshi nafas olish ishtirok etmagan burun bo'shlig'ida adenoidlar, kistalar, har xil poliplar paydo bo'ladi va bular ham o'z navbatida nafas olishga to'sqinlik qiladi. Ya'niki izn bermaydi. Bola ko'proq og'zini ochishga harakat qiladi. O'z-o'zidan umurtqa pog'onamiz tekis turganida biz agar og'zimizni ochadigan bo'lsak, pastki iyagimiz, pastki nafas yo'limizni yopib qo'yadi. Natijada biz u pastki nafasni yo'lini ochish uchun organizmimiz o'z-o'zidan kompensator mexanizmini ishlatadi, boshini orqa tarafga tashlashiga to'g'ri keladi. Buning natijasida bola boshini orqaga tashiydi, iyaklarini oldiga tushiradi va bu yerdagi mushaklar cho'zilgani hisobiga yuqoriga jag'ni yanada siqishni boshlaydi. Normada yuqoriga jag' oy kabi bo'lishligi kerak. Bunday holatlarda yuqoriga jag' yoki parabola shaklida yoki uchburchak shaklini oladi va o'z-o'zidan doimiy chiqib kelayotgan tishlar boshqa yo'nalishlardan chiqishni boshlaydi. Va bu fan tilida tishlarning distopiyasi deb nomlanadi. Ya'ni o'z o'rnida emas, anomalik boshqa joylardan chiqishni boshlaydi. Bunday holatlarda stomatolog qabuliga kelish kerak va stomatolog qabulidan to'g'ri, aniq konsultatsiyalarni olib, eng avvalambor diagnoz qo'yib olish kerak. Endi biz sizlar bilan shu kompleks bo'lgan muammolar keltirib chiqazadigan yana bir nuqtaga qarab o'tamiz. Bolalar maktab davrida ularning doimiy tishlari chiqib keladi. Agar bolalarda shu tishlar normada tekis chiqmaydigan bo'lsa, u yon atrofidagi dugonasidan, o'rtog'idan uyalishni boshlaydi. Bu bolalarga psixoemotsional travmani beradi. Bu travmalar bolalarni emotsional holatini buzadi. Ularni fanga bo'lgan, o'zlashtirishga bo'lgan va o'ziga bo'lgan ishonchini pasayib ketishiga sabab bo'ladi. O'z-o'zidan bunday holatlar miyaga to'g'ri yetib kelmayotgan kislorod bilan qo'shilishi natijasida bolani zehni pasayishni boshlaydi.
ana bir dona yuqoriga va pastki jag'ning normada o'smasligi bolalardagi umumiy kompleks bir holatni yaratadi va ota-onalarga xabar beradi. Hey ota-onalar, uyg'oning. Hey ota-ona, uyg'on. Menda nimadir boshqacha, normada emas degan xabarni sizga berayotgan bo'ladi. Bunday holatda shoshilinch ravishda ortodont stomatologlarga murojaat qilasiz. Ortodont stomatologlar maxsus tekshiruvlar natijasida bolada nima muammo kelib chiqayotganini va bu muammoni qanday hal qilish kerakligini aytib berishadi. Bu yerda muammo faqat ularning tishlari qiyshiqligida emas, bolalarning hayot sifati yomonlashayotganida. O'z kasbini mohir egasi bo'lgan stomatolog ortodont bolalarda qaysi muammo qachondan paydo bo'layotganligini va uni ildizi, negizi nimada ekanligini topib, jarayonni o'sha yerga qaratadi. Birinchi muammolar hal qilinadi, ana undan keyin hayot sifati yaxshilanadi va shu jarayonda bular bilan birgalikda tish qatori to'g'rilanishni boshlaydi. Agar siz juda ham kechikib qolgan bo'lsangiz, ba'zi bir tishlar olib tashlanishi ham mumkin. Farzandingizning tishi olinayotganda buning bir hissasi ota-onalar sizga tegishli bo'ladi. Chunki siz o'z vaqtida yaxshi e'tibor bermagansiz va bolangizga to'g'ri chaynashni, to'g'ri nafas olishni va normal fiziologiyani qanaqa ekanligini tushuntirib bergansiz. Hozir ilm-fan rivojlandi. Hozir YouTube, Instagram, har xil sun'iy intellektlar rivojlandi. Vaqtingizni bekorga sarflamang, farzandingizga e'tibor bering. Farzandingizning zehni pastligidan shikoyat qilishdan avval uni tishlariga, uni hayot sifatiga e'tibor berib qo'yishingizni so'rang. Stomatolog ortodontga murojaat qildinglar. Stomatolog ortodont maxsus yuz jag skelet anomaliyalarini tushuntirib beradigan, ko'rsatib beradigan rentgenlar yozib beradi va shu rentgenlarni tushib kelasiz. Ortodont stomatolog uni rentgenni o'rganib chiqadi va muammo nimada ekanligini sizga aytadi. U bo'lishligi mumkin nafas olishda, u bo'lishligi mumkin yuqori jag'ni normadan orqada qolishligida, u bo'lishligi mumkin pastki jag'ning normadan qolishligida, normal o'smayotganligida, bo'lishi mumkin burun bo'shlig'idagi lor problemalari. Aynan o'sha lor problemalarini yechishga qaratilgan holatlar ham bo'lishligi mumkin. Mana shu komplekslarning hammasi qo'shilib kelib, ana endi bolalar o'sish jarayonida ularning ko'zlarini, zreniyasini, ko'z o'tkirligiga ham ta'sir qilishi mumkin. O'z-o'zidan yuqori jag'i normada o'smadi, ko'zni aylanasi, ko'zini ushlab turgan suyaklar normal o'smadi. Kompleks jarayonlar qo'shilib kelib, ularning hattoki ko'z nurlari, ya'ni ko'zni ko'rish o'tkirligi ham pasayib qolishligi mumkin. Hozir sizlarga aytib bergan narsam bu normal fiziologiyaga zid bo'lgan holatlar. Mana shunday holatlar bo'lmasligi uchun borib o'zingizlarni tumaningizda, viloyatingizda, qishlog'inglardagi stomatologlarga uchrashib, bolanglarni har 6 oyda ko'rsatib turing. Muammosini so'rab beringlar. Ba'zi holatlarda pastki va yuqori jag'i tishlarini shunchaki nomiga ozginadan pasaytirib chaqlab qo'yishni o'zi yuz jag' anomaliyalarini to'g'rilanishiga sabab bo'lib qolishligi mumkin. Vaqtni zoyi ketkazmang. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar va albatta sizlarga yordamimiz tegsa biz xursand bo'lamiz. Sizlarni yozayotgan kommentariyalaringlar, bizga berayotgan qo'llovinglar biza yana ham ijod qilib, ilmimizni sizlar bilan ulashib, sizlarga manfaatli videolar chiqarishimizga turtki bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.